Binafsha shu'lasi 20-qism. Rom boshini ko'tarib, sukut bilan Hayoga tikilib qarab turdi. Hayo tabassum qilgancha so'radi. Savolimga javob berasizmi? Rom sumkasidan binafsha gulini chiqarib, uni kitobning o'rtasiga qo'ydi. So'ngra kitobni yopib, qahvasidan bir ho'plam simirdi. Hali o'zim eshitib ulgurmagan savolga qanday javob berishim mumkin? Hayo unga javob qaytarmasdan yopiq kitob chekkasidan chiqib turgan binafsha guliga termilgancha turib qoldi. Hayoning yonida turgan qiz uning yelkasidan turtib, "Bo'la qol, so'ra savolingni", dedi. Hayoning o'ychanligi buzildi. Savolim... Rom qo'ldagi finjonni stolga qo'ydi. "Yana qancha vaqtimni olmoqchisan?" Bu payt tashrif buyuruvchilar Romning stoli atrofida jamlanib, vaziyatni diqqat bilan kuzata boshlagandi. Chunki odatda hech kim tanaffus paytida Romga gapirishga jur'at eta olmasdi. Hayoning bu odatini buzishi esa barchaning e'tiborini tortgandi. Hayo unga nigohlar qadalganini sezib, biroz hayajonlandi. "Yaxshi, gapirar ekansiz, lekin siz bilan hamfikr bo'lmagan kimsa bilan ham shunday yaxshi gaplasharmikansiz?" Rom Hayoga mensimasdan qaradi. "Savoling shumi? Nega sinab ko'rmasdan bunaqa gapiryapsan?" Hayo talmovsiragancha so'radi. "Nima demoqchisiz?" Rom atrofda turganlarga ham eshitiladigan baland ovozda dedi. "Qani ko'ramiz, bu qiz men bilan qanchalik darajada suhbatlasha olarkan." Hayo bir kursini tortib, Romning qarshisiga o'tirdi va xotirjamlik bilan gap boshladi. "Siz gaplaringiz mantiqiy va ma'noli ko'rinishi uchun olomonning hissiyotidan foydalanyapsiz. Aslini olganda esa gaplaringizning katta qismi bo'sh va tuturuqsiz." Rom tabassum qildi va "Yana boshqa gaping bormi?" dedi. "Ha, savolim bor." Rom masxaromiz ohangda "Unda savolingizni bering, xonim", deb kesatdi. "Onamisiz?" Onalikka o'xshashi yo'q, hech bir erkak his qilmagan, hech qachon his qila olmaydigan tuyg'udir. Hech bir erkakning bu tuyg'uni vasflashga, hatto bunga urinishga ham haqqi yo'q. Onalik bu dunyoga keladigan har bir jonga to o'zini eplay oladigan darajaga chiqquncha g'amxo'rlik qilish mas'uliyati topshirilgan ayolning qadrini yuksaltiradigan sharafdir. Buning muqobilida esa erkak zoti mana shu sharafga hasad qilganidan ayol zoti bilan raqobatlashish uchun otalik degan istilohni o'ylab topgan. Hayo kinoyali tabassum qildi. "Bir andozaga solingan, uzundan uzoq bu javobingiz nimasi? Men o'zimni his-tuyg'ulari bor inson bilan emas, xuddi hissiz taxta bilan gaplashayotgandek sezdim. Qolaversa, mavzuga erkakning nima aloqasi bor? Nega har bir gapingizga erkak zotini tiqishtiraverasiz?" Romning gapirish ohangi keskinlashdi. Onalik bilan bir qatorda zikr qilinadigan otalik, fidoyilik, his-tuyg'ularning yuksakligi va cheksiz sevgi nuqtai nazaridan onalik ifoda qiladigan narsaning 10dan 1ga ham teng kelolmaydi. Hayvon bo'lsin, bashar bo'lsin, ota o'z bolalarini tashlab ketishi odatiy hol, lekin dunyoviy g'arazlarni deb bolalarini tashlab ketadigan onani topish amri mahol. Hayo kulib yubordi. "Jiddiy gapiryapsizmi? Mavzuga shaxsiy hayotingizni tiqishtirmasdan gapira olmaysizmi?" Romning jahli chiqib ketdi. "Shaxsiy hayotim? Ha, ko'rinib turibdiki, gapirayotgan gaplaringiz hamma ayollarning emas, aynan o'zingizni boshingizdan o'tkazgan azoblaringiz natijasidir. Siz ko'ngli sindirilgan, erkak zotidan ko'p aziyat chekkan ayolsiz. Ehtimol shu erkakdan qasos olmaguningizcha butun erkak zotidan o'ch olishga qaror qilgandirsiz." Romning g'azabi battar qo'zib, kaftlarini stol ustiga zarb bilan qattiq urgancha o'shqirdi. "Bekor gap!" Hayo zaharxanda qilib so'radi. "Erkak bo'lishni orzu qilasizmi?" Rom g'azab otiga mingancha baland va norozi ohangda javob qaytardi. "Nima? Buni orzu qiladigan darajada ahmoq emasman. Gohida ayrim ayollar atrofdagi erkaklardan o'zini past deb ishongani va erkaklikni yuksak maqom deb bilgani uchun shunday ahmoqona kurashning qurboniga aylanishadi. Holbuki voqelikda shu ish yuz bergan taqdirda ham bu ayol zoti uchun yuksalish emas, kamida fikriy va hissiy jihatdan pastga qulash kabi bo'lardi.
Ayol erkak bilan yosh bola bilan gaplashayotgandek muomala qiladi. U buni ahmoqligidan emas, erkakning sat'iy fikrlashi yaxshi anglaganidan qiladi. Ayol aqliy jihatdan shu darajada yuksalganki, hatto erkakning unga qiladigan har kungi qo'rs muomalasiga, o'ylamasdan qabul qiladigan qarorlarga nisbatan qanday yo'l tutish kerakligini yaxshi biladi. Shuning uchun ham yon bergan taraf ko'pincha ayol bo'ladi. Erkaklar esa o'zlarining yuzaki fikrlashlari bilan bu yuksak zakovatning zaifligiga yo'yishadi. Ayol erkakka nisbatan yuksak aqliy salohiyatga ega bo'lgani sababli unga asl haqiqat qandayligini izohlamaslikni ixtiyor qilgan. Zero ayol buni tushuntirgan taqdirda ham erkak baribir uni hech qachon fahmlay olmaydi. Nega bunchalar g'azab otiga mingansiz? Rom jahl bilan dedi. Men g'azab otiga minmaganman. Har gapingiz ich-etingizdan yondirayotgan mudhish g'amdan darak bermoqda. Buni faqat men payqamayapman deb o'ylayman. Rom o'tirgan joyda qaddini rostlab, ko'rsatkich barmog'i bilan ko'zoynagini ortga surgan holda xayoga tikildi. Tugatdikmi? Bilmadim, bundan ortig'ini ko'tara olarmikansiz? Rom g'azabnoklik bilan o'shqirdi. Ortig'ini ko'tarish? Nima haqida gapiryapsan? Savollarimga javob berishga qiynalayotganingiz ko'rinib turibdi. Men bilan suhbatlashish asnosida asabingiz buzilib, qon bosimingiz ko'tarilib ketishiga sababchi bo'lishini istamayman. Rom tahqirona kuldi. O'zingga katta baho berib yuborma. Sen o'zini erkaklardan past deb biladigan ayollardan ekaning yaqqol ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham bunaqangi kaltafahm gaplaringdan ajablanmayapman. Hayo kursiga suyanib oldi. Unda davom etaveraymi? Tugatishim lozim bo'lgan ma'ruzam bor. Shuning uchun ahmoqona savollaring bilan vaqtimni olma. Qo'rqmang, o'zim istagan javobni olib bo'ldim, lekin ikkitagina savolim qolib ketdi. Bera qol o'sha savollaringni. Tugata qolaylik. Bu pallada bahs bo'layotgan stol atrofida tomoshabinlarning soni yanada ortgan edi. Hamma suhbatni katta qiziqish bilan tinglar, uning rivojini hayajon bilan kuzatar. Oqibati qanday yakun topishiga juda qiziqardi. Hayo, umr yo'ldoshini kim yaxshiroq tanlaydi? Erkak yoki ayol? Erkak butunlay go'lligi tufayli chiroyli tashqi ko'rinishga ega bo'lgan har qanday ayolga maftun bo'lishi mumkin. Chunki u o'zining sayoz aql bilan faqat tashqi ko'rinishiga e'tibor berish bilan kifoyalanadi va hatto o'sha ayol bilan bir marotaba gaplashmasdan turib ham chiroyli yoqqani uchungina unga uylanish qarorini qabul qilishi ham mumkin. Lekin aqli raso ayol aslo bunday yo'l tutmaydi. U biror bir erkakka nisbatan sevgi his qilgunga qadar nikohdek jiddiy qarorni qabul qilish uchun kerak bo'lsa uzoqroq muddat kutib yashaydi. Lekin afsuski hayotda ba'zi istisnolar uchrab turadi. Ayrim ayollar erkaklardek fikrlashga urinib, ulardek faqat tashqi ko'rinishiga e'tibor beradi. Ko'pincha bunday ayollar tashlab ketilishi yoki xiyonat tufayli sinib qoladi. Sen ham shunday ayollardan biri bo'lsang kerak. Eringiz sizni tashlab ketganda rosa ho'ngrab yig'lagandirsiz-a? Dahshatdan ko'zlari katta-katta bo'lib ketgan Rom hayoga kutilmagan nigoh bilan qarab to'ng'illadi. Nima, erim? Ha, tashlab ketib sizni hozirgi soxta qiyofaga kirishga majbur qilgan eringiz. Rom masxaromiz tabassum bilan mitta aqling shuni o'ylab chiqarishga yetdimi dedi. Barcha gaplaringiz bir xil oqimda chiqyapti. Erkak zotiga nisbatan kuchli g'azab va nafratingizni payqash qiyin emas. Bunchalar g'azab va nafrat faqat achchiq shaxsiy tajribangizdagina paydo bo'lishi mumkin. Bu kin adovat sizni yeb bitirishi kamlik qilgandek, mana bu bechora ayollarni ham o'zingiz bilan tubsiz jarlikka tortib ketyapsiz. Chunki siz jarga yolg'iz o'zingiz qulashni xohlamaysiz. Erkaklar har doim ham ayollardagi muammolarning asosi bo'lavermaydi. Shunday bo'lgan taqdirda ham buning yechimi ular bilan kurashish, ularga qarshi urush ochish bilan bitmaydi. Nima o'z huquqlarini talab qilgan har bir ayol qaysidir erkakning qurboni bo'ladimi yoki boshqalarni aldayotgan bo'ladimi? Tabiiyki yo'q, lekin sizning holatingizda ham. Rom yonidagi kitobni olib o'rnidan turib keskin ohangda dedi. Sen xom xayolni tanlab o'sha ro'yo ichida yashashni ixtiyor qilgan odamsan. Bunga haqqing bor, lekin bizni ishongan narsalarimizning ortidan intilishimizga to'sqinlik qila olmaysan.
Hayo ham o'rnidan turib qat'iyat bilan unga javob qaytardi. Bu yerda sizdan boshqa hech kim xomxayol ichida yashamayapti. Ayollarning katta qismi siz bilan ham fikr emas. Sen ehtirosga berilib, o'zingcha umumlashtirib behuda gaplarni gapiryapsan. Men esa senga o'xshamayman va buni isbotlayman. Hayo taqqirona kulib, nima meni yana balandparvoz nutqlaringizdan biriga cho'ktirasizmi? Dedi. Rom atrofdagi ayollarga qarata baland ovozda hayqirdi. Bu qizning gapiga qo'shiladiganlar shu yerda qolsin, ma'ruzani nihoyasiga yetkazishni istaganlar esa ortimdan yursin. Rom ishonch to'la shag'dam qadamlar bilan konferensiya zaliga qarab yura ketdi. Hayo bilan birga o'tirgan qizdan tashqari qahvaxonadagi barcha ayollar Romning orqasidan ergashdi. Hayoning yonida qolgan qiz ham o'rnidan turib qayg'u aralash tabassum bilan fikrlaringga qo'shilaman, lekin qolganlardan ajrala olmayman dedi. Hayo achchiq kinoya bilan unday bo'lsa podaning ortidan ergashasanmi dedi. Qiz mahzun tabassum qilib so'radi. Buning qanday yomon tarafi bor? Hayoning jahli chiqib ketdi. Buning yomon tarafi shuki, sen shaxsiy fikring yo'q. O'z hayotiga egalik qila olmaydigan shaxsga aylanasan. Ma'rifatli yo'lboshchining bayrog'i ostida jamlangan jamoaning bir qismi bo'lish hammaga ham nasib qilavermaydigan sharafdir. Hayo kesatik ohangda dedi. Sen xuddi harbiy batalyondagi askardek gapiryapsan. Ulkan poda ichida qo'ydan boshqa narsa emassan. Qiz hayodan uzoqlashgancha dedi. Sen esa o'ljasini qidirayotgan bo'risan. Shuning uchun buzuq fikrlaring bilan meni ovlamasingdan oldin podamga qaytishim kerak. Hayo qizni to konferensiya zaliga borib, ichkariga kirib ortidan uning katta eshigi yopilgunga qadar hayrat bilan kuzatib turdi. U eshikni yopishi bilan eshik tagidan yorqin shu'la chiqib, Hayoning vujudini burkadi.